好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的生词总动员。Bugün üçüncü dersinki şu ham sözünü bugünümüzde. 那么bu üçüncü derste nemini söz edeceğimiz? 姐姐的新房, Acamninki yeni öyi. 那bunun da qandaq sözler var. 我们一起来看一下，把书翻到第32页, 32. bette. 好，新房，新房 birinci söze, 新房。新就是我们之前学的那个 yeni de öğrendiğimiz, 房 degenimiz öy. 那新房 yeni öy. Ameliyette şu rasmi yeniden şu sağan öy yoki bo'lmasa yeniden setib olgan uyni biz 新房子deymiz. 那么新房是怎么样子的房子呢？它还有一层意思啊，就是说şu yeni to'y qilgan şu qiz yigitlarninki tutmoqchi bo'lgan uyini 新房 deymiz. 比如说 meyli bu öy eski kepi bolsun, konu öy bolsun, dadasıdan qalgan, apısıdan qalgan öy bolsun. Yeni toy qilishga adam kirgan bu öy, 它就是新房, onu 新房 deymiz. 那 yeni toy qilgan yigitni 新郎, qizni 新娘, bular tutgan bu uyni 新房 deymiz. Ha, bizningki, masalan, şu to'y qilgan vaqtimda, bizningki şu yangi tutmoqchi bo'lgan uyimiz 3. qavatda degan bo'lsak, 我们的新房在3楼, 我们的新房在3楼 desak bo'ladi. 那姐姐的新房, Acamninki yangi uyi 新房. 他们的新房布置得很漂亮, 他们的新房布置得很漂亮. Ularninki bu yeni uyini naiti çıraylı bizeptu degandek. 好，下面一个呢, 盖.盖, üstüge qarasaqchi bir qo'yga o'xshab qolamdi, lekin asti yo'q. 那下面竖横折竖竖横盖. 那 salmaq degan ma'nosi bor. 其实盖呢也有好几个意思, bunun mana ikki xil ma'nosi bor. 比如说 uy silish deganda chu 盖房子 deymiz. uy silish 盖房子，盖房子。然后除了这个以外，我们说盖楼. bizning yeziga bir bina saldi degan bo'lsak, 我们村子里盖了一栋楼, 我们村子里盖了一栋楼 deymiz. Uningdan boshqa bu gay deganimiz shu bunda ustini to'sib etgan, yipib etganga bu gay deymiz. 比如说 masalan qozonning tuğini yipib etding degan bo'lsa, 把盖子盖上, 或者是把锅盖盖上 desak bo'ldi. Amaliyotda bu shu gayning o'zi shu og'zi degan ma'nosi bor. 比如说瓶盖, potilkaning og'zi bo'lsa 瓶盖, 瓶盖 degandek. Yipib etish 也是盖, 也是盖. 把锅盖盖上 desak bo'ladi. 那么masalan odatda biz jozlarning ustiga bundaq bir yalimishlarni tuzib qo'ygandan keyin ustini bundaq to'pichang bo'lib ketmasin deb ustiga to'sab qo'yamiz-ku. 那也是拿那么一块布把它们要怎么样盖上, to'sab qo'yganni盖 deymiz. 好，下面一个呢, 部分 deganimiz qism. 那 bir qism degan bo'lsak, 一部分. Bu vazifaning bir qismini sen qil, bir qismini men qilay bo'lsa, 这个任务的一部分由你来完成, 另外一部分由我来完成 desak bo'ladi. 好, bir qism o'quvchilar oliy maktab o'qiyotdi. Bir qism o'quvchilar shu 高三ni qaytalab o'qiyotdi degan bo'lsak, 一部分学生在上大学, 一部分学生在复读 desak bo'ladi. 在复读高三, 复读高三. 这个部分 bir qism. Bu pulning bir qismini uyga ishlataylik, bir qismini bankaga qo'yib qo'yaylik desak, 这钱
的一部分我们做生活费 의게 무슨 의 크라지티 실대리 되는 게一部分我们做生活费一部分我们存银行一部分我们存银行 一部分 bir qismi 补贴 补 degan xetimiz 点横撇然后竖撇点竖点贴呢是一个倍然后是竖横竖横折横补贴deganimiz to'liqlama odatda shu xizmat o'rnimizdan bizga to'liqlama deb beradi shu 交通补贴shu qatnash to'liqlamalari andan keyin 生活补贴 turmush to'liqlamalari degandek 那么这个月公司给我们发了200块钱交通补贴 bu ayda şirket bizga 200 koy shu qatnash to'liqlamasi berdi 这个月公司给了我们200块这个交通补贴 andan keyin你们有补贴吗 sizlarga to'liqlama bormi 你们有补贴吗 degandek补贴to'liqlama bu yana nima bo'lib mangdi asos chetdan pul ulab mangdi 那么下面一个呢起来那起来ning ki asli ma'nosi o'rnidan turish qo'pish degan ma'noda na 起来nima shu oldin qatim biz shu 出来 deb bir so'z o'rgangandik 出来 asli chiqishdi na ilaqi 想出来认出来看出来 desak buningki ma'nosi boshqacha bo'lib mangdi na 比如说 ko'rib bilish anglab bilish o'ylab chiqish degandek na 这个起来呢也是一样的shu nimalarninki keyniga pillarninki keyniga ekelsak bu necha xil ma'noni bildiradi masalan boshlanganligini bildiradi 比如说唱起来那就是naqsh aytishni boshladi na 跳起来 usul o'ynashni boshladi degandek 唱起来跳起来玩起来 degandek 那我们平时还说个嗨起来是不是这都可以那么除此之外呢yana masalanga 想起来 bo'lsa 想起来是什么意思呢 esimga kelish esimga keldi degan mushu keldi degangacha 起来 ni ishlatamiz esimga keldi bo'lsa 我想起来了 deymiz 我想起来了那 andan keyin 看起来 bo'lsa qarmoqqa 他看起来很瘦 u qarmoqqa nihoyatda o'riq ko'rindi ekan 他看起来很瘦 andan keyin 听起来 anglamoqqa 听起来这件事听起来很重要但实际上不是的 bu ish anglamoqqa pek muhimdek lekin amaliyotda undaq emas 这件事听起来很重要但不是这样子的但实际上不是的 degandek 好听起来 anglamoqqa 看起来 qarmoqqa 想起来 esiga kelish degandek 好那么像 masalan qolgan bundaq harakatlarga 比如说跑起来走起来 bo'lsa 那就是开始跑开始走 deganni bildirdi ikki xil好 keyindagi so'z 坚固 mustahkam demdik mustahkam deganni bildirdi 就是说 oson buzilib ketmaydigan o'rilib ketmaydigan bo'lsa 非常的坚固 deymiz masalan bu ko'rik nihoyatda mustahkam ekan desak 这座桥非常的坚固 这座桥非常的坚固 desak bo'ladi那 hozirgi shu uylar nihoyatda mustahkam desak 现在的房子都非常的坚固 现在的房子非常的坚固 desak bo'ladi 当然 albatta albatta desak 就是说 o'ylanish ketmaydi naq shundoq demoqchi bo'lgan vaqtimizda 当然 desak bo'ladi那erta o'tirishga boramsiz 明天聚会你去吗 albatta boraman 当然去 desak bo'ladi andan keyin shu 当然 degan vaqtimizda
Yana bir narsa esimga kelib qoldi. 想当然 想当然 oldida biz o'rgangan edik 想 那想当然 deganimiz就是说 biz bir ishlarni bek yaxshi o'ylab ketib cho'qim shundoq bo'ladi-ku deb o'ylagan bo'lsak, shu o'ylaganimizdagidek bo'ladi bo'lsa, uni 想当然 deymiz. Lekin amaliyotda unda bo'lmaydi. Masalan, 这件事情如果那么好这件事情没有那么好解决 bu ishni hal qilish undaq oson emas. 你不要想当然 你不要想当然 那就是 siz bek yaxshi tarafga o'ylab ketmang, ya'ni siz bek albatta shunday bo'ladi deb o'ylab ketmang demoqchi. Yana masalanga 努力就一定能成功的话那太想当然了. Tirishsam cho'qim mushu muvaffaqiyat qozonadi desak, 这个太想当然了. 那就是说你想成功呢还有很多其他的因素. 努力 tirishishdan boshqa, masalan, fursatni ching tutish deymiz. Andan keyin mushu unumli ish qilish deymiz. Eng oxirigacha chidash deymiz. O'ziga ishonish deymiz. Nurg'un mushu 成功它有很多的因素. 光靠一个努力你就想成功，这个太想当然了。desak bo'ladi. Bu bir misol. 好，下面一个呢，当然deganning ma'nosi shuning bilan albatta bo'ldi. 好，抗震 抗 deganimiz shuningga taqobil tura oladi desak bo'ladi. 震 deganimiz 就是yetaverishga. 那抗震的时候它的意思就是什么呢？yetaverishga chiday oladi. 那 yetaverish 就是 terroristlar o'rilib ketgandek emas bo'lsa 就是抗震. 那 hozir biz shu yetaverishga taqobil tura oladigan, yetaverishga chidaydigan mushtaq uyni nima deymiz? 抗震房 deb qo'ydik. 抗震房啊。那我们说那个也有那个汽车，对吧？ Maşinlarning ba'zilari mushtaq tayyorlanishga uchi-buchiga saqlaydi degan vaqtimizda 它也可以抗震。但这个地方的我们这个抗震主要指的就是也能tayyorlanishiga啊这种自然灾害抗震啊。那 mashiniki ko'pincha 我们就说是那个避震器的 qo'ydiq 等等抗震也tayyorlashni shu taqobil tura oladi, chiday oladi. 抗震房 现在的房子 抗震级别很高. hozirgi mushu uylarninki yetaverishga chiday oladigan darajasi nihoyatda yuqori. hozir qandaqdir bu jumlani 现在的房子抗震级别很高. 现在的房子抗震级别很高. 下面一个级别 chiqdi mana darajasi. 那级别高级别低 darajasi yuqori darajasi tuvan degandek. 那抗震级别高，那我们刚才说了，就是 yetaverishga chidaydigan darajasi yuqori. 那 qolgan narsalarninki darajasi desakmi 级别 desak bo'ldi. Masalan, mehmonxonaninki 这个酒店有级别是吧？ 1星级、2星级、3星级、5星级 degandek. 酒店能级别是bo'ladi. Anandiki masalan 各种各样子的证书，比如说 MHK deymiz yoki 普通话deymiz，它都有一个级别 darajasi。 那普通话比如说1甲1乙2甲2乙 qatarliq 这些都是它的级别啊。那级别很高，级别很低 deb turib ishlatimizda darajasi deganni 级别 deymiz。 睡 uxlash 前面有一个木啊，前面有一个木，然后呢撇横竖，横竖竖横横，bu shu degan xatni burunmizmi degan tuqi oldidagi ko'zi, keyin beshi, yostiqi, badani, yotqanni yegacha yapti, ikki qo'li, andan keyin puti, yotqanning osti degandek. Shu uxlash degan gap. Uxladingizmi? 你睡了吗？你睡了吗？ uxladi, 睡了， uxlamadi, 没睡. Bu odatda biz微信聊天qilgan chaqda kashrak bo'lib qolgan bo'lsa
uxladingizmi deb so'raymiz-ku. Ni 睡了吗 deb desek bo'ladi. Andan keyin opam uxlayotdi desek, mama 在睡觉 mama 在睡觉 desek bo'ladi. Akşam shunday yaxshi uxlabdimi? 昨天晚上睡得特别好。昨天晚上睡得特别好 desek bo'ladi. 睡 uxlasan. 安心 xotirjam. 那么放心 bilan 安心ikkisi放心nima xotirjam degan to'qu. 安心deganimiz ko'nglimiz iliqi ansiz bo'lmaymiz. Ko'nglim to'q to'g'anni 安心 deydi. Na 放心 deganimiz shu bir ish bo'lib qolamiki, yoki shu balamga masalan balam kashib ketdi, sirtda askilarga uchrab qolarmi, yo ahib qolarmi, ko'kib qolarmi, og'rib qolarmi degan narsa buni bu 放心 deymiz. 这个安心 deganimiz shu ko'ngil xotirjam bo'lsa 安心 deymiz. Na 比如说 odatda shu xotirjam yaxshi bir uxlagan vaqtimizda 我可以安心的睡一个觉了。我可以安心的睡一个觉了 desek bo'ladi. 比如说 qanday vaqtida 安心bo'lamiz desek, 比如 xizmatlaringizning hammasini tugatib bo'ldingiz. Andan keyin oxir bir xotirjam uxlaydigan bo'ldim desangiz, bu vaqtda dakki-dukki bo'lmayman demakchi-ku. 那我可以安心的睡觉了 desek bo'ladi. Andan keyin hamma ishlar shunday yaxshi mangan bo'lsa, o'ttirdan hech qanday putaq chiqmagan bo'lsa, nani shu aya 我可以安心了 desek bo'ladi. 安心它强调的是一种 ko'ngilning to'q turishi, xotirjam bo'lishi, 安心. Andan 宽敞宽我们以前也学过吧，一个宝盖头横竖竖下面是一个剑，场呢是竖点撇，然后竖横折钩，一个口撇横撇捺。宽敞degan ozoda kangtasha degan gap. Odatda bundaq bir konjen deymiz, bunda uy shaklidagi narsalarga bunda bo'shliq bo'lsa, bu yana biz 宽敞 ozoda cho'ng bo'lgan bo'lsa 宽敞 deymiz. 比如说 sizning uyingiz 200 平方bo'lgan bo'lsa, 你说我们家非常的宽敞 desangiz bo'ladi. Na hozirgi sinflarimiz nihoyatda kang tasha ozoda, na 我们说现在的教室非常的宽敞 desak bo'ladi. 好，下面一个采光，那么采光deganimiz nur o'tishi. Buni qanday tushunamiz desakchi, odatda biz uy setib olgan vaqtimizda kun nuri tushamdi, kun tushamdi, tushmamdi, bu uyda nur o'tishamdi, o'tishmamdi deb so'raymiz-ku. 这个就是这房子的采光怎么样 deymiz. Optab yaxshi tushadigan uyni 采光好 deymiz. Optab yaxshi tushmaydigan, optabni ko'gilmaydigan uy 就是采光不好 deymiz. 采光好，采光不好 desek. 他们家的采光特别好，那这栋楼的采光特别好都可以。下面客厅，这个客厅是一个厨房、卧室、卫生间degan ma to'rtini biz 第一册呢学过, lekin u vaqtda biz rasmni o'rgangan. 客厅 deganimiz mehmonxona, mehmon uy, 厨房是 uydagi oshxona, 卧室 deganimiz bizniki yotoq uy, hujra uy, 卫生间 deganimiz uydagi mushu tozliq uy. 客厅，他们的客厅 装饰的很漂亮 desek, ularninki客厅是bek chiroyli bezabdi desek. Andan keyin bu 客厅是bek ozodiga desek, 这个客厅很宽敞 desek bo'ladi. 客厅 dadam mehmonxonada dengiz ko'ryapti desek, 爸爸在客厅看电视呢 desek bo'ladi. 厨房 oshxona uyi. 这个厨房太小了，不适合我。这个bu oshxona bek kichikkan, bizga mos kelmagidek. Masalan bizning uyda odam jiqroq bo'lgan bo'lsa, 或者说是怎么样bo'lsa, 我不喜欢太小的厨房
都可以啊。我不喜欢太小的厨房。Another again，厨房要打扫干净，厨房要打扫干净. o aşxana öyünü çoxum pak-pakı saxlaş gerek degandek. Pakkız buluş gerek. And then 卧室，卧室。卧室的一个卧是怎么写的呀？横竖，横折，横竖，竖折，竖点。And then again， 点撇横勾，横撇折点，横竖横，卧室。我觉得这套房子有3间卧室。Bu yürüyüş öyde 我觉得var desek 这套房子有3间卧室desek buludu. Andan degan ilaqı baş öjür öyni eng çoğ öjür öyni 主卧deydi. 主卧. Andan degan ikkinchi ilaqı kichikroq ne 次卧. 次卧. 那么 üçüncü küçük öyni 次卧 demdi. Bunda demaydi. 一个主卧2个次卧desek buludu. 一个主卧2个次卧. eng çoğ的主卧deydi. kichikroqini 次卧deydi. 次 degan bu yerda ikkinchi demekçi. keyingisi demekçi. 好，卧室。我的卧室里面有电视。Mening o'juruyamda denshi bor. 可以这么说。然后呢，他每天待在卧室里不出来。u kunda o'juruyga kirib chiqmaydi. 他每天待在卧室里不出来。desek bo'ladi. 卫生间 тазалык үй. 卫生间很宽敞。那 тазалык үй nihoyatda ozod ekan. Andan keyin 卫生间太小了，放不下洗衣机。тазалык үй bek kichikkan, 洗衣机 patmaydi ekan desek nima deymiz? 卫生间太小了，放不下洗衣机，放不下洗衣机 desek bo'ladi. 卫生间 тазалык үй. 下面呢，墙 tom 墙。那 tom qayg'isini 墙纸 deydi. 好，那墙 degan bo'lsak墙上有2幅画。tomda 2 parcha rasm bor. 墙上有2幅画 desek bo'ladi. Andan keyin 我们家的墙白白的 bizning tom opa desek bo'ladi. 墙 tom. Andan keyin shwa degan cho'tkilash. Burun biz ya shwa deb o'rgangan edik, cho'tka deb. Shwa degan cho'tkilash. 横折横撇竖横折钩竖竖钩，这个呢是 cho'tkilash. Masalan, tomni cho'tkilash 也就是 tom oqatishda刷墙刷墙。那nimani cho'tkilasangiz, 比如说 oyoqni cho'tkilagan bo'lsangiz 刷鞋子, tishingizni cho'tkilagan bo'lsangiz 刷牙 degandek. 这个呢是刷 cho'tkilash degan ma'noda. 基本上deganimiz asos jihatdan. 基本上 Masalan, saboqdoshlar asos jihatdan kep bo'pti desek, 同学们基本上到了，或者说同学们基本上到齐了 desek bo'ladi. Andan keyin 基本上bugungi darsni men asos jihatdan o'rganib bo'ldim desek, 今天的课我基本上学会了 desek bo'ladi. 今天的课我基本上学会了。基本上 asos jihatdan 那就是 ko'pincha qismi bo'ldi degan gap. 直接 udul 直接。有什么话不妨直接说出来。有什么话不妨直接说出来。qanday gapingiz bo'lsa udullam deyavering. 有什么话不妨直接说出来。那么我这个人比较直接。man tuz odam. 那就是 man bu odam sal tuzroq, ya'ni demakchi man bir tuz odam. 那 gapni tuz qilaman desek, 我这个人说话比较直接 desek bo'ladi. 我这个人说话比较直接. 那o'zingizni 我这个人比较直接 desekmi bo'laveradi. 那直接niki yana birsiga bevosita degan ma'nosimi bor. Masalan, biror masalaga yo'liqsangiz, bevosita meni izlang bo'lsa, 有什么问题直接找我。有什么问题直接找我 desek
不鲁多。下面设计，设计。那设呢是一个言字旁撇横折弯，能定根，一个右，计呢是一个言字旁一个实，设计。La yeles， la yeles， bu öğreninki la ilişi nait yaşken desek， 这个房子的设计特别好啊，这房子的设计特别好。Bunu siz layıkladınız mı？ 这是你设计的吗？这是你设计的吗？desek buldu. Layı desek mi buldu? Layleş desek mi buldu? 下面呢，布置，布置 bizeş。那 öğünü bizeş olsa 布置房子。那 ocağını bizeş 布置卧室。mihman öğünü bizeş 布置客厅。degenge okşaşı 布置。mesela 房子都布置好了吗？Evinizi bize buldunuz mu？ 房子都布置好了吗？就是这个布置啊。其实我们经常还有一个用法呢。Yana birisiga mushu berish degan ma'noda. Qaysi nimaga berish deymiz? Topshiriq berganni 布置作业deydi. Masalan, ma'lum bizga bir muncha topshiriq berdi desak, 老师给我们布置了很多作业。老师给我们布置了很多作业。desek buldu。好，那最后一个呢是安居复民房，是1993 xalqni bitish uy安居复民房。那么我们现在村子里面盖了很多很多的安居复民房，可以说每家每户都是安居复民房。desek buldu。好，那今天的课呢就差不多了，下面跟老师一起来读一下。新房，新房，盖，盖，部分，部分，补贴，补贴，起来，起来，坚固，坚固，当然，当然，抗震，抗震，级别，级别，睡，睡，安心，安心，宽敞，宽敞，采光，采光，客厅，客厅，厨房，厨房，卧室，卧室，卫生间，卫生间，墙，墙，刷，刷，基本上，基本上，直接，直接，设计，设计，布置，布置，安居复民房，安居复民房。好，那同学们作业一样的啊，每一个字抄2行，选择其中的10个造句。那我们下一期再见。